أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. Assalomu alaykum muhtaram birodarlar, barchangizga Allohning marhamati va ofiyati bo'lsin. Sehrgar va folbinlarga borish va sehrni sehr yordamida aritish hukmi. Er-xotin o'rtasini sehr yordamida tuzatish, isitish hukmi qanday? Najasni najas bilan yuvish qanday ahmoqlik bo'lsa, bu ham shunday ahmoqlikdir. Chunki najasni ketkizib poklamaydi. Qaytamga battar najaslantiradi. Bunday qilish harom, joiz emas. Buni arab tilida atf deyiladi. Sehr vositasida er-xotin o'rtasini ajratib yuborishni esa sarf deyiladi. Bunday qilish ham harom. Ayrim hollarda esa kufr va shirk ham bo'ladi. Alloh taolo aytadi: "Holbuki u farishtalar, biz faqatgina fitnamiz, ya'ni odamlarni aldab imtihon qilish uchun yuborilganmiz xolos. Bas biz aytgan narsalarni qilib kofir bo'lib qolma." demasdan turib hech kimga hech narsa o'rgatmas edilar. Va o'shalardan Xorit va Moritni er-xotinning o'rtasini buzadigan narsalar o'rgandilar. Lekin ular Allohning iznisiz hech kimga zarar yetkaza olmaydilar va hech foydasiz, bil'aks zararli narsalarni o'rgandilar. Axir Allohning kitobi o'rniga sehrni almashgan kimsalarga oxiratda hech qanday nasiba yo'q ekanini bilgan edilar-ku. Baqara surasi 102-oyat. E'tibor qilgan bo'lsangiz, ushbu oyatda Alloh taolo folbinlik va sehrgarlikni va hech foydasiz, bil'aks zararli narsalardir dedi.